Tanish emasmiz. Nega unda siz bilan yaqin munosabatda? Balki betga choparligidan. Unga yaqinlashmang. Siz bunday qizlarni eplay olmaysiz. Nima? Noto'g'ri tushunmang. Men shunchaki meni qutqarib qolgan xaloskorim uchun yaxshilik qilish maqsadida gapirdim. Alo, nima gap? Xo'p, yaxshi. Men hoziroq yetib Nima boraman. bo'ldi? Piyachining o'qituvchisi maktabga chaqiryapti. Qandaydir ishi bor emish. Lin xonim, janob Xuaning sovg'asi keldi. Ko'rishni xohlaysizmi? Ishlaringizni hal qilib bering. Maktabga o'zim boraman. Bunday qilamiz. Men sizga manzilni yuboraman. Mo'jizalar haqiqatdan ham sodir bo'lishi mumkin ekan. Janob, ehtiyot bo'ling, janob. Sizga tegishga ruxsat bermadi. Ha. Ularga Jushiyan ibodatxonasiga kirishga ruxsat berib, katta tavakkal qilganimni bilasanmi? Zhao Shao. Men anavi Chin Xiao haqiqatan ham Xiao Yubingni qaytarib olib kelishini xayolimni bir chekkasiga ham keltirmagan edim. Uni ustiga u bir qo'riqchi ekan. Qo'riqchi? Shu Shao to'dasi xudolardek kuchli emasdir, ammo bir qo'riqchiga qo'lidagi odamni berib qo'yadigan darajada ahmoq emas. Bilmayman. 3 kundan keyin taqdirlash marosimi va bizning Zhao sulolamiz bunga 7 yil tayyorgarlik ko'rgan. Lin Huayni oraga suqilish umuman mumkin emas. Tekshirishda davom etasan. Bu o'zgarishlar tufayli Chin Xiao omon qolish kerak emas. Tezda uni yo'q qil. Tushunarli Zhao Shao. Bizda yana bitta imkoniyat bor. Bugun tunda urush bo'limi rahbari Huan Louning tug'ilgan kuni. Lin Yixue albatta u bilan hamkorlik qilish uchun qo'lidan kelganicha harakat qiladi. Bu safar men nafaqat uni barbod qilaman, balki undan qutulish uchun Huan Loudan ham foydalanaman. Lin Yixue, Lin Yiqing, ikki opa-singil ham g'irt ahmoq. Alo, bu men. Menga Chin Xiao degan odamni surishtir. Agar kerak bo'lsa, shu zahoti yo'q qil. Li, tezroq bo'lsang-chi, evirsimasdan. Dada, Qizim. Uni dadasi hali sizmi deysiz? Ha, menman. Meni qizim nima Siz qildi? bir oddiy qo'riqchi ekansiz-da. Shuning uchun ham bolani shunaqa betartib qilib tarbiyalagansiz-da. Shundaymi? Qizingiz Lin Haochi sinfdoshini urgan. Tezda buni olib bu Sen yerdan unga qo'l ko'tardingmi? yo'q, Yana yo'q deydi-ya. Unda Zinhaoning yuzidagi jarohat qayerdan kelib qoldi? o'zi urib oldi. Buni aynan sen qilding. O'zingga bir qarasang-chi, kichkinagina bo'la turib uyalmasdan yolg'on gapirishingni qara. Qizimning gaplariga ishonmasdan bolaning gaplariga ishonyapsizmi? Zixan Haoning dadasi doktorlik darajasini yoqlagan xalqaro eksport va yana Lin Hao kompaniyasining yuqori lavozimida ishlaydi. Shunday yaxshi muhitda yomon bola tarbiyalanishi mumkin emas. Sizlar baribir ularga teng kela olmaysiz. O'quvchini baholash me'yoringiz oilaviy sharoitiga qarab. Shunaqa bo'lsa nima? Boy oilaning farzandi bo'lmag'ur ishlarni qilmaydi. Bunday ishlarni faqat sizlardan kutsa bo'ladi. Direktor Li, nimalar bo'lyapti? Janob Zang, sizni farzandingizni mana bu yaramas haqorat qilganligi uchun ham haydamoqchi bo'lib turgan edim. Bu yaramas mana shu odamning qizi.